أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli arkadaşlar, biz bugün dersimiz Sure Al-İmran'ın 111. ayeti geldik. İlgirki ayetlerde ehli kitap hakkında kitap atkan. Ehli kitabının ki Kur'an'a, Peygamber Aleyhisselam'a bu şekilde muamele kılışının sebebi bula özünün dini da, yani Hristiyan yoki Yahudiyet dininin özü mü hem sadık emas. Bula pasık köpüncisi. Tabi bulanın içinden iman etkalları mı var? Yani müminler mi var, hakiki insaflıklar mı var? Ama bulanın köpüncisi fasikun, ekseruhumul fasikun ifadesini biz ilgirki ayette sözlep ötkendik. Tabii ki bir toplum, bir cemaat, bir cemiyetinin ki köp sallıqı pasık olğanda. Pasıqını biz ilgirki saatimi kısqıça öttük. Biz düşündürüp öttük. Yani tekrar bir kısqıça izah versek, özünün yoldan çıkan adam pasık oldu. Yani bula Yahudiyetdi mi? Hakiki Yahudi emas. Hristiyaniyetdi mi? Hakiki Hristiyan emas. Şoňlaşqa özünün kitabıda kelgen Peygamber Aleyhisselam hakkıdaki bişaretlerini bula ortaga ep çıkmaydı, bunu yuşurudu. Nimişqa? Çünkü bunu elevatkan menfaatin quruq qağısı yok. Maşta bir ahval astıda, yani bir cemiyet, bir cemaat yoki bir millet içinde köp kişiler pasıqlaşıp, insaflı, hakikatperver, toğrun yaqılaydigan kişiler az qalan vaqtida bu yerda bir izish, zulm qilish qorqunchusi buludu. Korkunç. Allah Subhanahu ve Taala bu ayette del şu xil ahvaldan bizni, yani müminlerni xatirjam qilib nim da'vatudi? Estaizu billah la yadurrukum illa azan ve yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Yani kısaca bir tercüme qilsak, ular sizlarga zarar yetkazmaydi asla. İlla ki faqat vaqtlik, oddiy, masalan jismoniy ötüp gitadigan vaqtlik bir aziyatlarni yetkazilishi mumkin, ammo sizlarni yo'q qilib o'tish, halok qilib o'tish, tüp yıldızdan quritib o'tish degandek yoki uzun muddatlik, yani bir millatga, bir toplum, bir jamoatga zarar hisoblangan ishlarni bular qilinmaydi. Agar bular sizlar bilan urush qilib qolsa, keyiniga qochadi. Ondan keyin bular asla yordam berilmaydi. Ayetning qisqacha mazmuni va tarjimasi shu. Yani ayetda Allah Subhanahu va Taala osonlik haqiqat parvarlarning ko'p sonliq haqsiz botil yo'ldagi kishilarning bularga zarar yetkazib, bularni yo'qotib o'tish qo'rqinchisidan amin qilyapti. Shunga qarindoshlar, dushmanimizning soni har qancha milyatdan asın. Ularning iqtisodiy kuchi har qancha kuchli bo'lsin, ularning siyosiy, askeri jihatda har qancha ustunligi bo'lsin, asla va asla mu'minlar shundan qo'rqmaslik kerakki, ularning qilalaydigani faqat oddiy ishlar. Turmaga so'lay oladi. Jismoniy jihatda aziyat berilishi mumkin, ammo bu to'pni, bu jamoatni, bu millat, bu ummatni asla va asla yo'q qilinmaydi. Shu Madinada hamda musulmon bo'lgan bir qism Yahudilar bor. Masalan, Abdullah ibn Salamga o'xshash bu kishilarga qarata bir xil andishyapti. Chunki avvalo ko'p sonliq, bular ozliq, bularga nisbatan bir og'ir zarar, aziyat, yani zarar yetkazib salam. Endi oyatda ikki xil ifoda qilinmoqliq birodarlar. Qarindoshlar, birisi darar, yani la yadurrukum degi darar, Uyg'urdagi zarar shu. Yani birisi illa azan, Uyg'urdagi aziyat shu. Darar degan nima? Aziyat degan nima? Buni qisqacha tushundirsak, oyat zarar yetkazmaydi, yetkazsa aziyat yetkazoladi dedi. Men tarjima qilgan vaqtda buni sizlar tushunishli bir shaklda vaqtlik aziyat yetkazoladi, tüp yıldızını quritib o'tadigan, bunda yo'q qilib o'tadigan, zarar yetkazolmaydi deb tarjima qildim sizlar tushunishing uchun. Bu tarjimaninki asosi nereden chiqqan deganni sizlarga tushuntirib qo'yish uchun darar so'zi bilan aziyat so'zini bir tushundirish to'g'ri keladi. Darar so'zi degan nima desa, darar
ta'siri nihoyatda cho'ng bo'ladigan bir ziyonni ko'rsatdi. Masalan, bir millatning yo'qolib ketishi, bir fikrning yo'qolib ketishi, bir to'plamning yo'qolib ketishi degandek cho'ngimi shu endi. Ya'ni insonga bunda oxirida ta'siri qolgudek, uning davomlashqudek darajada zarar yetkazishni darar deymiz arabchada. Azan degani bir aziyatdan birisi keladi. Vaqtliq ancha-muncha biz uning qopligini tatimiz, aziyatini chekimiz o'tib ketadi. Masalan, oddiy bir misoldan tushundirsak, masalan, birisi kelib, kachatga bir tastak soladi endi. Bir oddiy so'zning ma'nosini tushuntirishni da'vataman-ku. Agar bu tastak tekkan vaqtda shunday azroq aziyat chekkan bo'ldi, undan keyin o'tib ketsa bu aziyat bo'ladi. Ammo kachatga bir tastak solish bilan bu odamningki sirtqi tirisilam aziyat chekmay, mana ishidagi suvaklaridan tatib o'tib, masalan, buning beshi silkinib ketib, mang'asiga daxil oldi yoki ishidagi bir nervisi zaxmlandi, quloqqa anglamas bo'lib qoldi degandek, bunda uzun muddatlik, bunda cho'ng zararlar bo'ladi ya. Ma'ishdan arab tilida ad-darar deydi. Ikkisining farqi bor. Ya'ni uzun muddatlik, ta'sir ig'ir darajadagi aziyatlarning arabida zarar deydi. Ammo qisqa muddatlik o'tib ketadigan ishlarni nima deydi? Aziyat deydi. Yani Allah bu yerda shunday da'vatadiki, buning sizlarga yetkazoladiganini shu. Unda sizlarga ta'sir qilgudek, unda aziyatni bermaydi bular. Pasiq masxir qilishi mumkin, masalan. Bak kuchli bo'lgan vaqtda imkoniyat yetsa tutib turmaga solishi mumkin, masalan. Ammo bu millatni yoki bu jamoatni, bu yo'lda manganlarni yo'q qiladigan bir zarar bularga qanaq kam. Bularning eng yuqori qila oladigan shu aziyat, kichkina aziyat. Shunga Allah subhanahu va taolo oyatida da'vatida la yadurrukum illa azan. Bularni qila oladigan shu. Bular o qadar sizni endishlantirgudek darajada zarar yetkazmaydi. Endisha qilmanglar demakchi. Şu qarindoshlarimizningki his tuyg'usini o'rtaq yashayapmiz. Kishi navbatga tortgan xafaligidan pek endisha qilmaydi. Kichkina bir ishlardan pek endisha qilmaydi. Bir kun och qoldi endisha qilmaydi masalan. Rahat parag'at yashamdi, ammo kelgusidan favqulodda endisha qiladi inson. Kelgusidagi endisha insonni hech qildamaydi. İnsanın her işine ta'sir qiladi. Yani nima deymiz endi kelgusidagi mavjudlik masalasi, kelgusidagi qorong'ulik masalasi, dushmanininki soladigan kelgusidagi cho'ng ziyon masalasi insonni eng cho'ng andishiga soladigan narsa. Ammo Alloh bu oyatda bizga shu haqida bizni xotirjam qilib da'vatadiki, andish qilishni hojati yo'q. O'zingizning baxtli yashagan turmushni o'ylab boqinglar qarindoshlar. Ko'rgan halovat, huzur, erishgan noz ne'matlarni o'ylab boqinglar. Mu'minlarning, musulmon jamoatining, musulmon millatining uchirgan aziyati u ko'rganga nisbatan hech nima. Kichkina bir ishlar. Tamam, ba'zilarimiz turmoqqa kirishimiz mumkin. Ba'zilarimiz bu din yo'lida, bu millatning dinining yo'lida, mavjudlik yo'lida qurbon bo'lishimiz, shahid bo'lishimiz mumkin. Ama bu bir umumiy ahvolga nisbatan kichkina bir aziyat hisoblanadi. Ammo bizni yo'q qiladigan o kelgusimizning taqdirini ular belgiligidek dushmanlar belgiligidek darajada qo'rqinch qilmas. Chunki Alloh dedi oyatda la yadurrukum illa azan. Nayt oddiy ularning qila oladiganini. Yani bu yerdeki la yadurrukum illa azanni biz o'zimizga bu yo'lda manganlar bir qonun qilishimiz kerak. Her daim oldimizda qo'yadigan, esimizdan chiqamaydigan, uyimizning temiga asadigan, her daim ishxonamizda ustilimizning ustini qo'yib qo'yadigan bir qonun qilishimiz kerakki, biz bu yo'lning kishilari, bu yo'lning askarlari, bu yo'lning bir nafri biz düşmanlarımız bizge yetküzeyleydiğini muş ayetki etkan imanımızla bolsa illa eden. Azraqlan aziyet oldu. O bizni o kadar qo'rqitqudek, o kadar endişegi sağıdek çoğ zararlarını bizge bilinmeydi. Mesela deyli, Resulullah'ın o vaxtideki yüz bergen umumi hadisler bununla güzel bir örnek. Medine'de
necha qabila, hamda sonini hisoblasa 20 qabilaga yaqin edi, ammo cho'ng-cho'ng qabilalari bir necha qabila bor. Masalan, Banu Qaynuqa degandek, Banu Qurayza degandek, Bani Nadir degandek, Xaybarning yahudlari degandek, bular shu vaqtning o'zidagi biz ilgirgi darsda deb o'tganimizdek, mayli ilmiy jihatda yoki harbiy siyosiy jihatda kuchli o'rindagi bir yahudiylar, musulmonlarning shu vaqtdagi hisobda dushmani. Musulmonlar Bedir'de müşriklerini mağlup kılgandan keyin bular azroq qo'rqinch tushdi-yu, ammo yana bular tekrar bir til hujumiga o'tdi-da Rasulullahga: "Ey Muhammed sallallohu alayhi vasallam, sen urushni o'qimaydigan odamdan urushib bularni yengib qolib, to'la mag'rurlanib ketma. Agar bizdan urushib qolsang, urushning qanday bo'lganligini, odamning qanday bo'lganligini sen shu vaqtda ko'rib qolasan. Muşunun özümü bulanınki bir hücum mesela. Yani tilcana deyimiz bu nemdi. Tarixe qarab baqadigan bolsak, bularning hammasiniki Rasulullahning oldida mag'lub bo'lganligini, bularning qilayotgan unda ishlarininki biz bayatın degandek aziyat darajasidan o'qatqa o'tamaganligini bizga aniq so'zlab berdi tarix. Ya'ni bularning hammani Rasululloh Madinadan so'rgan qilib qana qilyapti, qo'g'layapti. Demak, masala ayetning mazmunini men nega padim qarindoshlar? Musulmonlar endişe qilgudek darajada dushmandan bizga zarar kelmaydi. Kichikkina aziyat. O'tidi. Ya 1 yilda o'tidi, ya 2 yilda o'tidi. Ammo rasmiy ishlarda musulmonlarningki kelgusini, mavjudligini belgilaydigan manda ishlarda musulmonlar mutlaqo g'alaba qiladi. Tabii ki her qanday ish o'z hajmi bilan bo'ladi. Shaxs ahvoli shaxs hajmi bilan bo'ladi. Bir millatning ahvoli millat hajmi bilan bo'ladi. Agar dunyodagi butun islom ummatining ahvoli qarasak, islom ummatining o'zining hajmiga yarasha bo'ladi. Islom ummatining hajmi bilan deb baqayli, islom ummati balkim 20 yil, 30 yil, 50 yil, balkim bir asr mag'lubiyatga uchrashi mumkin. Ummatning umumiy necha ming yillik tarixiga ummatning hajmiga kirishdigan vaqtda cho'ng yil emas. Bu ummatning hajmiga qarata davatimiz. Bir millat, musulmon millati bizga o'xshash. Bularning ahvoliga qarasak, tamam 20 yil, 30 yil, 50 yil biz boshqalarning ostida mahkum turamiz. Aziyatiga uchrashimiz mumkin, ammo aslo va aslo ishonchimizni yo'qotmasligimiz kerakki, ular bizni tubdan yo'q qilolmaydi. Hamman yana asliga kelamiz. Kishining hajmi bilan shaxs xarakterlik desam, shaxs xarakterlik bir kishi iymon, islom, turmush muhitiga qarasaqmi, atrofimizdagi din dushmanlari bizga oddiy aziyatlarni beraydi. Har qancha qilsa, oqibatda, ya'ni izzat Allohning rasuli mu'minlarga xos. Ularning beradigan zarari shu aziyat darajasidan o'qatga o'tmaydi. Tarix buni bizga aniq ifodalab berdi. Masalan, shunday bo'lg'achqa, oyatning oxiriga qaraganimizda va yuqatilukum yuwallukumul adbar. Agar rasmiy urushib qolgan vaqtida davlat oyatda, ya'ni urushqa vaqtinglarda qachdi bular? Thumma la yunsarun. Ondan keyin bular hech g'alabaga erishamaydi. Natija uchun islom ummati bilan g'ayri-islom ummatining o'rtasidagi har doimlik kurash, urush, janglardagi natija tamam, beşida ancha-muncha aza, oyatdagi illa azandagi aziyat bo'lishi mumkin. Ba'zi alamlarni chekishimiz mumkin, xafliqlarga cho'shimiz mumkin, ammo rasmiy bizni dunyodan yo'q qilayotgandek zarar, millatning kelgusi qorong'uqdek ahvol bo'lmaydi. Buni xotirjam bo'lishimiz kerak. Endi oyatning mazmuni shu qarindoshlar, oyatda bizning diqqatimizni tortadigan bir 3 ahvol bor. Yani arab til grammatikasiga munosabatlik. Chunki Qur'oni Karimning til jihatdagi hammani hayron qoldirgan fasohat balog'atdagi eng yuksak tarafi shu. Oyat qurilmalar orqali bizga bir narsalarni ishorat qiladi qarindoshlar. Masalan, oyatda bizning diqqatimizni tortadiganlar, men imkon bor texmi tushunishli bir shaklda so'zlashga tirishaman, ammo arab tili bilmagan qarindoshlar ba'zi nuqtalarda zo'rlanishi mumkin, ammo men tirishay shunda bo'lsa-mu. Arab tilida cümleler o'zaro o'xshash ma'niga ega bo'lgan vaqtda bir-biriga bog'lanib keladi. Bog'lanib kelgan jumlalarningki qurilma alohidaligi o'xshash bo'ladi. Masalan, oyatning o'ziga qarab baqsak, va yuqatilukum yuwallukumul adbar. Agar ular sizlarga ursa, qochadi degan oyatda bir shart
jazo grammatikalik alohidlik va bir jumla. Bizga o'sha jazo hozir maqsad emas. Shu shart jazoning ta'sirida yuqatilukum yuvallukum deb ikki pilning oxiridagi bir nundan birisi bor. Aslida pilda yuqatilun yuvallun deb qilgan nun tushib ketganlik. Nun batdi lekin bu yerda shu shartning ta'sirida tushib ketganlik. Shundaymi qarindoshlar? Tamam. Buni tushundikku. Endi summa la yunsarun degan jumlaning oxiriga qarasak, la yunsarunda nun tushib ketmaylik. Aslida bir oyatda kelgan jumla o'g'achqa bog'langan jumlalarning alohidligi o'rtaq bir shaklga kelish. Yuqatilukum degan nun tushib ketgan, yuvallukum degan nun tushib ketgan bo'g'achqa yunsarun degan nun tushib ketishi kerak. Lekin bu yerda bu tushib ketmaylik. Nima uchun bir jumlada ekan oyatda bu xil ikki xil ifoda qo'llandi desa, bizga bu yerda shuni demoqchi. Summa la yunsarun dushmanlar asla g'alaba qilinmaydi degan ma'noda ya. Dushmanlarning g'alaba qilinmasligi ilgirki jumlaga bog'liq emas demoqchi. Ilgirki jumla urush masalasi ya. Sizlar davomli musulmonlar dushmanlardan urushdan g'alaba qilsa, g'alaba boshqa vaqtda g'alaba emas degandek tuyg'u bo'lmaslik uchun ma g'alaba summa la yunsarutga dushmanning g'alaba qilinmasligi har sohada bo'ladi. Urushdimi bo'ladi, urushning g'ayridimi cho'qim mutlaqo dushman mag'lub bo'ladi. Bu ma'noni chiqarish uchun la yunsarun degan jumlaning qurilmasi yuqatilukum yuvallukum degan jumlaning qurilmasiga o'xshash shaklda kamidi, ya'ni bu mazmun buning bilan bog'lanib qolmadi. Agar bog'lanib qolsa, xuddi g'alaba shu jang bilan bo'ladi degandek bir xil ifoda bo'lishi mumkin. Bu bir diqqatimizni tortgan nuqta oyatdiki. Ikkinchi diqqatimizni tortgan nuqta summa la yunsarun deb summa kalimasining qo'llanishi. Summani andin keyin deb tarjima qilamiz. Mushu tarjimaga to'g'ri keladigan arab tilida fa bog'lovchi va summa bog'lovchi va bu yerdagi summa bog'lovchining kelishi, ya'ni arab tili ifodalash nuqtasidan qaragan vaqtda uzun mezgillikni ifodalaydi. Uzun mezgillikni. Summaning ashta bir ma'nosi bor. Ya'ni bu yerdagi dushmanning mag'lub bo'lishi Rasulullohning zamonisidagi kishilar lam emas. Biz yuqorida shuni o'rnak qilib o'tdik. U xuddi shu vaqtda musulmonlar yengib musulmonlarning dushmanlari yengiladigan shu vaqtning o'zida undan keyin ahvol unda shu yo'q ta qiyomatga qadar. Qiyomatga qadar mush summaning ifodalagan ma'nosi bir zamon emas, har zamonda ta qiyomatga qadar musulmonlar g'alaba qiladi. Musulmonlarning dushmanlari kuffarlar mutlaqo g'alabaga erishamaydi. Din dushmanlari mutlaqo g'alabaga erishamaydi. Bu yerdagi summaning alohidligi shu masalani uzun mezgillik masalaga qanday qiladi? Aylantiradi. Mangudan mangu bu qoida shu shaklda davom qiladi, mazmun shu shaklda ijro qilinadi degandek ma'no bo'ladi qarindoshlar. Bu yerdagi summaning ifodalayotgan ma'nosi bu. Undan keyin üçüncü bizning diqqatimizni tortgan nuqta, summa la yunsarun. Yunsarundaki fiilninki iniqsiz shaklda kelishi. Ya'ni arab tilida fiilla iniq shaklda qo'llanildi, masalan qildi. Iniqsiz shaklda qo'llanildi, qilindi deb. Agar müşahede g'alaba qilinmaydi ifodasida qo'llangan bo'lsa, summa la yantasirun keladi. Lekin la yunsarun ifodasi qo'llanildi. La yunsarun degan nima desa, g'alabaga erishamaydi degan ma'noda. Ya'ni bu nimani o'ziga oladi desa, uzg'u g'alaba qilinmaydi asla va asla. Hatta boshqalarning g'alabasiga qana qilinmaydi, yordam berishiga erishamaydi. Bu yerda la yunsarun deb iniqsiz shaklda keltirilishi. Tarjima qilgan vaqtda shunga g'alaba qilinmaydi deb tarjima qildim, g'alabaga erishamaydi deb tarjima qildim. Bir odam g'alaba qilinmasa o'zi boshqalarning yordamiga erish orqali g'alaba qilishi mumkin. Ma'yatdagi la yunsarun ifodasi bular o'zimi g'alaba qilinmaydi va boshqalarning yordami bilan ham g'alaba qilinmaydi. Ya'ni boshqalar tarafidan nim berilmaydi, yordamga erishamaydi degan ma'noni ham qanday qiladi ifodalaydi. Shu oyatdagi yuqorqi nuqtalar diqqatimizni tortgan nuqtalar. Endi qarindoshlarimizning kallasiga shunday bir narsa kelishi mumkin.
Musulmonlar nurg'un qitim dushmanlar bilan urushga kirdi. Musulmonlar yengilgan ahvolda. Mayli dunyoning har tarafidagi qaysi musulmon bilan qaysi musulmonning dushmani urushga kirsin, musulmonlar yengilgan ahvolda. Bu vaqtida xuddi dushman mag'lub bo'ladi, yengiladi degan bu ahkam, bu hukm, bu qonuniyatga kallasida shubhalangandek bir savol paydo bo'ladi. Biz shuningga yuqorqi oyat mazmunini degan vaqtimizda mushuna bir kallaga keladigan shubhalarga javob berish uchun bu mazmunni deyish to'g'ri keladi. Avval musulmon shuni hisoblash kerak. Sen bu jangga islom jangi, bu kurashga islom kurashi, bu yo'lga islom yo'li deb turib qadam oldingmi, olmadingmi, bu nuqtaga diqqat qilish kerak. Agar bu yerda millatchilik, masalan, tarabbozlik, irqchilik va yoki pul, mol, dunyo va yoki bu Allohning rizoligidan boshqa islom degan bir uqumdan boshqa shaklda kirib qolgan bo'lsang, tabiiyki biz islom nomidan g'albaga erishmaymiz u vaqtida. Biz yuqorida so'zlayotgan g'alba, dushmanning mag'lub bo'lishi, chuqur islom nomidan beriladigan yordam, islom nomidan beriladigan g'alba bu. Agar sen bu g'albaga kirishmoqchi bo'lsang, mushu g'albaning sharti bo'lgan islom nomidan kirishing kerak. Chunki Qur'ondagi g'alba va'dasi kimga berildi? Allohning askariga berildi. Va inna jundana lahumul g'olibun. Endi biz o'ylanib boqishimiz kerakki, biz Allohning askari emasmi? Shu vaqtida bizning kallamizga kelib qolgan shu shubhiga biz javob topa olishimiz mumkin. Ondan keyingi oyatda 112-oyatida Alloh subhanahu va taolo davomida duribat alayhimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minalloh va hablin minan nas va ba'u bighadabin minalloh va duribat alayhimul maskanatu zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi va yaqtuluna al-anbiya bighayri haqqin zalika bima asaw va kanu ya'tadun. Yani ahli kitob haqida so'zlab Alloh subhanahu va taolo ahli kitobga xorliq pütüvetildi. Ul neydi bolsa? İllaki iki xil ahval aslında bular xorliqdan qutulalaydı. Birisi bihablin minallah, Allah'ın himayesine aslında kirse ve başka kişilerinin himayesine aslında kirse. Bu iki xil ahval aslında bular xorliqdan qutulup özünün müstakil xorliqdan qutuluş yok buldu tarixda. Bular Allah'tan g'azabni olib qaytdi. Bu tarix pütüvetildi, bu g'aydinga pütüvetilgan ahvol. Va Qur'on oyatlari. Va duribat alayhimul maskana. Buni xorliq bunda bichorlik buning vujudiga muhrli o'tilingan. Ya'ni pütüvetilgan bularga bunda bo'lishning sababi bu qadar azobga loyiq bo'lgan, bu qadar jazoga loyiq bo'lgan nima ish qilgan bular? Kanu yakfuruna bi ayatillah. Allohning oyatlarini inkor qiladi, payg'ambarlarni haqsiz o'ltiradi. Bularning osi yo'qonlik sababidan bular haddidan oshadi deydi. Oyatdagi pütüvetilindi deb tarjima qilgan ifoda arabchadagi daraba, duriba ifodasi bilan qo'llanildi. Duriba asli mushkil ma'noda masalan zaganinki bir naqshlarni o'yab, masalan qo'yib naqsh oldiga keltirgani yoki tengi pul bor, ma'no bilasizlar. Tengi pulni zavodda qo'yadi. Aşınonga işletildi. Bir yerden çıkmakçı olan məni neymi o dese, bir narsani xuddi mühürdü besip özgertili olmaydıgan bir şekilde pütüvetkendek bir ma'no chiqadi. Şuңlaşqa men tarjima qilgan vaqtida nima deb tarjima qildim? Pütüvetilindi bunun gədinga. Bunun gədinga mush shaklda yezib etilindi. Bular bundan qutlanmaydi degan ma'noda tarjima qilyapman. Ya'ni ahli kitob, Yahudilar tarixda shunday bir putilganki bunun gədinga xorliq ne desa bilan hamro. Buni faqat xorliqdan qutulalaydigan, kunning sariqini ko'ralaydigan bir holatlari bor. Birisi Allohning ahdisining ostiga kirsa, xuddi Madinada Rasululloh bilan to'xtamlashib, ahdi tuzib Allohning ahdisining ostiga kirgandek. Madinaga Rasululloh kelgan vaqtda dersimizning başida deb o'tganimizdek Madinada 20 nechaga yaqin qabilalar bor, Yahudi qabilalaridan. Bularning eng cho'nglaridan shu sanoqliq, masalan, Banu Qaynuqa, Banu Qurayza, Xaybar degandek bir necha Yahudilar. Bu Rasululloh eng kelgan vaqtida
bular bilan qana qildi to'xtamlashdi Rasululloh. Barabar yashaydiganга bir yani bir davlatning fuqarosiga o'xshash billa shu Madina yashaydiganга ahd qildi, to'xtamlashdi. Madam shu to'xtamni buzib Allohning ag'amchisini kesganga qadar bular xotirjam yashadi, amin yashadi. Undan keyin bular ahdisini buzib, va'daga xiyonat qilib, ag'amchini uzgandan keyin bularning nim bo'lganligini biz bilamiz. Darsimizning 5-da deb o'tganimizdek Rasululloh musulmonlar bularni qana qildi, Madinadan qo'llab chiqadi. Bu tarix sirat kitoblarida tafsili bayon qilindi bu ahvollar. Bu Allohning ag'amchisi oyatda ag'amchi ifodasi qo'llaniliq, ya'ni Allohning ag'amchisiga eslib, Allohning ahdisining ostiga kirib yashag'ini, hamda kishilarning himoyasi ostiga kirib deb bir ifoda bor Qur'onda, hozir oyatda. Kishilarning himoyasining ostiga kirgan, ya'ni bular chuqum birlari tarafidan qo'riladi, qo'g'diladi, himoya qilinadi bular. Ya'ni Yahudilarda shunda bir alohidlik deb turadi endi buni. Yahudlarning bir xosligi shuki, Alloh bularga xorliq bitib o'tgan, madam birisi buni himoya qilmasa. Chuqum bular ya musulmonlarning himoyasining ostiga kiradi, Allohning himoyasining ostiga, ya yana birlarining himoyasining ostiga kiradi. Tarixga shunda qarab baqsaq, hala hozirga qadar bugun Yahudilarni tamsil qilamiz deyotgan Isroiliyaning ahvolimi chuqum boshqalarga bog'lanib turib, boshqalarning himoyasi ostida, boshqalarning qo'g'disi ostida o'zining normal holatini, normal turmushini yashayotdi. Bularning o'ziga nisbatan bir xil xorliq, bularning gaydingilam tutilib ketgan ahvollar. Endi oyatda menda bir ifoda bor. Xorliq tutilib ketdi deb bo'lib, buning ichidan ikki xil ahvolni mustasno qilib chiqarib oldik. Istisno qilib. Birisi Allohning himoyasi ostiga kirsa, vaqti xir yashamaydi. Yana birisi kishilarning himoyasi ostiga kirsa dedik ya, uning keyniga kelsak, istisnodan o'tab va duribata alayhimuz zillatu val maskanatu va ba'u bi g'adabi minalloh Mausur Baqardagi oyatda istisnosiz keliglik. Bugungi oyatimizda va duribata alayhimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minalloh va hablin minan nas. Yani istisnova ikki xil ahvol ostida tamom xorliqda yashamaydi deb bo'lib, uning keynidan va ba'u bi g'adabi minalloh, Allohdan bir g'azabni qaytdi va duribata alayhimul maskana. Bichorlik, qo'rqinch, masalan, maskana zillat bilan biroz farq bor. Maskana ruhiy jihatdagi insonning ichki dunyosidagi bir xil xorliq bo'lishi mumkin. Zillat tashqi jihatda boshqalardan uchraydigan, boshqalar tarafidan uchraydigan xorliq bo'lishi mumkin. Tamam, bu ikki xil ahvol ostida az zillatdan qutuldi. Ammo maskana buning ruhiy jihatdagi xorliqi, ruhiy jihatdagi bichorligi aslo va aslo tugamaydi. Buni hech kim himoya qilib, buni bu qo'rqinchdan qutqiza olmaydi. Yahudilarning vujudida, tafakkurida shu xil ahvol va Qur'on buni aniq kesdi. Istisno zillatga qarata qilindi, ikki xil ahvol ostida zillatdan qutuldi deb, ammo maskanadan, ya'ni ruhiy jihatdagi xorliqdan, ruhiy jihatdagi bichorlikdan, ruhiy jihatdagi tushkunlikdan buni aslo hech qanday istisno chiqmadi bu yerda. Ya'ni bularga bu tutilib ketganlik tarixdan buyon. En çoğ buldaki bichorlik bularning bichorligi ziminda tarqmaq bo'lib ketish, ya'ni bir yerga qana qilmaslik, kelinmaslik. Sura Araf'ninki 168-oyatida vaqatta'nahum fil ardi umama. Bularni ziminda poch-pocha har xil yerga chechyaptiq, xilma-xil ummat qilyaptiq, pochlayaptiq bir ifodasi bor. Endi faqat bular birdan bir tarixda bir yerga yig'ilib yashagan davri Rasulullohning davri. Medinege kelib, Medinege toplanıp yaşagan. Bular bu yerda bak uzun o'tmagan hamda, masalan, 100 yilga yaqin kelishi mumkin tarixiy jihatda kitoblar qarab baqsaq bo'ladi. Ya'ni masalan, bular bu yerda azroq muqimlashgandan keyin bularning bir ilmiy nufuzi paydo bo'lgan, chunki ahli kitob iqtisodiy jihatda nufuz paydo bo'lgan, harbiy jihatda nufuz paydo bo'lgan, ammo yine shu yerning o'zida shu ilmiy ustunlik, iqtisodiy ustunlik, harbiy ustunlikka erishib bo'lgandan keyin shunda haddidan oshdi, darhol qo'g'landi. Aslida ahli kitob, ya'ni Yahudilar Madinaga nima uchun kelgandi? Chunki Tavrotda bir ta'limot bo'lib, oxir zamonda keladigan bir payg'ambarning mush o'rinda keladiganligi. Bularning buningga ergishishning keraklik yezliqlik. Bular shuning uchun kelganlik bu yerga Madinaga.
Bular şunun uchun saqlaqliq Rasulullahning kelishini, bular şunun uchun atrofdagi arablarga pat-pat buning gapini qiladi. Bir payg'ambar keladi, shuning bilan birlashib qolsak, edinilni birimiz deb avni qo'qitib kelgilik. Qur'onda buni bayon qiladi. Sura Al-Imronning 81-oyatida o'qidik buni. Va iz akhadallohu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin va hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi. Allah payg'ambarlardan shunda ahdni olgan. Payg'ambarlar bizning ummatini shunga buyurdi. Shunda bir payg'ambar keladi, sizlar bunga qanday qilasizlar? Iymon aytsizlar. Bunga yordam bersizlar degandek, nima olatdi? Ahd olatdi. Sura Al-Imronning 81-oyatida aniq bor. Mana mushu ahdi Banu İsrailni, yani ahli kitobni, Yahudilarni Madinaga akelgan. Madinada o'ltiraqlashtirgan. Bular payg'ambar islomni saqlagan. Boshqalarga deydi bu to'g'riliq. Rasululloh kelgandan keyin ahvol boshqacha. Buni inkor qildi. Buningga kafir oldi-ki, Sura Baqaraning 89-oyida biz buni o'qib o'tdik. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Bu biladigan payg'ambar keldi, bular inkor qildi uni. Buningga kafir oldi bular. Anda o'gandan keyin bular shu qadar ahdi va'dalaridan keyin Allohga bergan, o'zining payg'ambarlariga bergan, o'zining kitobidagi ta'limotlar buldan elingan ahdi va'dalardan keyin bu qadar xiyonat, bu qadar o va'dalarni buzish ahvoli ko'rilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo ularga g'azab qildi. Buning erishkini ba'u bi g'adabi minalloh, Allohning g'azabi bo'ldi. Alloh buning qalbiga, vujudiga maskanani qana qilyapti, urvatdi. Nima uchun bu qadar jazoga uchrashga nima sabab bo'lgan? Chunki zalika bi annahum, chunki bular Allah'ın ayatlariga kafir oladi. Payg'ambarlarni haqsiz o'ltiradi. Allah bunu ajoyib bir delil paketlarni berdiki, alomatlarni, oyatlarni berdiki, lekin hammaga kafir oldi bular. Masalan bir eslab o'taylik. Sura Baqaraning 57-oyatda o'qidik. Wa zallalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna wa salwa. Çölde sayı qilib bulutlarni sayqib berdi. Taranjibin va budunini bularga o'zligidin hech ishlamasimi? Akabberdi. Türlük isil yemeklik naz nimetlerini buluğa avatdi. Ondan başqa Sura Baqaraning 60-oyatda va iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Hatta buning ustiga turtig'ini ko'tarib degudek bularga o'zining qudratini qana qildi, ko'rsatdi masalan. Ondan başqa bir ussuzlikqa masalan, qurg'oqchilikqa duch kelgan vaqtda Musa alayhisalom hassulan bir taşni udi. Bularning har qabiliga ayrim taşdan, bir qattiq taşdan so'qqana qildi, etilib chiqdi. Demak, bu qadar bularga nisbatan berilgan noz ne'matlar, Allohning alomatlari, dalil paketlari, mo'jizalarining oldida bular payg'ambarlarni inkor qildi. Va bular osilik qildi. Va zalika bima asaw. Bular osilik qildi va bular o'ziga belgilangan chekchigardan hal qildi va kanu ya'tadun. Mush sabab bularga xorliqninki va bitchorlikninki, miskinlikninki putuvatilishining sababi bu bo'lsa kerak. Hatta Qur'ondagi Sura Nisoning 160-oyatda o'z vaqtidagi Banu İsraillarninki zulm qilganligi, haddidan oshganligi tufaylidan bularga aslida halol bo'lgan pak yemekliklerini haram kılınğanlıqım tılgını diye فَبِي ظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبًا أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ كَثِيرًا. Bunun zulüm kılğanlıq, Allah yolunu tosqanlıq tüpeyledin, biz bunu burun halal kılgan pak nəslərini haram kıldık. Demek bulanın kılgan her bir, bulanın tatqan her bir xapılıqı, bula uçurgan her bir caza, bular duchor bo'lgan, bularning peshonasiga putilgan bu qadar xaraliqning hammasi bularningki o'zining qilgan xatoliklari shariatning yo'lidan chetniganlik, had hududdan oshqanligi tufaylidan bulaqliq. Alloh subhanahu va taolo bizlarni bizmi Qur'on ahli bo'lib sifatimiz bilan, ya'ni lug'at nuqtasida aytgan vaqtda bizim bir ahli kitob, ya'ni Qur'on ahli biz. Agar biz Qur'onga mushu shaklda muomala qilib qolsak, buningki tatqan jazosi, ushurgan jazosiga ushishimiz aniq. Alloh subhanahu va taolo bizlarni bu xil kishilarning qatorini qilmasin. Haqiqiy ixlos bilan, sadoqat bilan, rostchilik bilan o'zining kitobiga ergashadigan, payg'ambarlarning ta'limotiga ergashadigan kishilarning qatorini qilsin. Bugun vaqt munosabati bilan musha to'xtaymiz. Inshaalloh 113-oyatni kelasi soatlik darsda o'qiymiz. Kelasi soat ko'rishgacha manglarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.